Amerika Markaziy istixborot idorasi maxsus Xitoyga oid istixborot to'playdigan va Xitoyning Amerikadagi jasuslik harakatlariga taqobil turadigan yangi markaz qurgan. Markaziy istixborot idorasining boshlig'i William Burns 6 oktyabr kuni Markaziy istixborot idorasi xodimlariga qilgan so'zida, bu markaz bizning 21 asrda duch kelgan Xitoy hukumatidagi dushmanlikka kunsiri ishiyotgan eng muhim geosiyosiy tahdidga qarata kollektiv xizmatimizni texnik kuchaytirish tirishchanligidir deb ko'rsatgan. Rossiya Tashqi ishlar ministrligi Amerikaning Rossiyadagi bosh elchixonasidan 3 xizmatchining diplomatik kechirish huquqini bekor qilishni talab qildi. Amerikaning Rossiyada turishliq bosh elchixonasining 3 xizmatchisi Rossiya fuqarolarining shaxsiy narsalarini o'g'irlagan deb gumon qilganligini ko'zda tutib, Rossiya Amerikadan ularga qarata jinoiy ishlar da'vosi qilish uchun bu 3 kishining diplomatik kechirim huquqini bekor qilishni talab qildi. Agar Amerika Rossiya tarafining talabini rad qilsa, bu deloga chetishliq yuqoridagi tilga ilingan kishilar darhol Rossiya ziminidan ayrilish kerak. Beijingning harbiy ig'vogarchilik harakatlarini davomlashtirishi ergishib, Tayvan bo'g'ozining ikki tarafidagi jiddiylik kuchaydi. Kanadadagi bir tadqiqot markazi tarafidan sun'iy hamrohdan tortilgan suratlar va Xitoy armiyasining manbasiga asoslanganda, Xitoy armiyasi Tayvanga yaqin bo'lgan Jiangxi o'lkasidagi bir havo armiya bazasiga yangi tipliq kurashchi aeroplanlarni o'rnashtirgan. Afg'onistonning Qunduz shahridagi bir Shia masjidi tunagan o'zini qo'shib portlatish hujumiga uchrab, 100 dan ortiq odam qazo qildi. Xorason Islom davlati bu hujumni sodir qilganligini ustiga oldi. Taliban hukumatining bayonotchisi Zabihullah Mujahid Afg'oniston taratqullariga hujumning Qunduz o'lkasining markazi Qunduz shahrida yuz berganligini va o'lgan yaralanganlarning borligini aytdi. Amerika Biden hukumati sobiq prezident Donald Trumpning Eronning ishga boshqarilgan bomba ishlab chiqarilgan shirkatiga yurgizgan jazosini bekor qildi. Amerika Moliya ministrligining yozma bayonotida qaraganda, Eronning Mamut sanoati va uning qarmoqidagi Mamut dizel boshqarilgan bomba yasash shirkatiga qaratilgan jazo bekor qilingan. BBC'ning xabar qilishicha, 2020 yil 12 oyda Oyga avatilgan Xitoyning Chang'e 5 olam kemasi elib kelgan tosh va tuproq avrishkisi mo'ljardagidan yosh ekan. Olimlar Oy sharining bo'ron chopqin dengizi rayonidan yer yuziga yig'ilgan lava iqimidan hosil bo'lgan basaltning 2 milliard yillik tarixga ega ekanligini e'lon qildi. Ilgari Apollo olam ushquchilari to'plagan tosh avrishkisining 3 milliard yildan oshganligi xabar qilingan. Sharqi Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining tashkilishi bilan har yili davomlashib kelayotgan Sharqi Turkiston Milliy birlik shurosining 4-navbatligi bu yil Bosniya poytaxti Sarayevoda o'tkazilgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Ayso va Sharqi Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'uzxon yetakchiligida har qaysi davlatdan kelgan tashkilot vakillari, akademiklar va jamoat arboblari 7 oktyabr Sarayevoda jam bo'ldi. Oktyabr juma kuni Sarayevoda Sharqi Turkiston vaziyati va Xitoyning jinoyatlari tunishtirilgan surat ko'rgazmasi o'tkazildi.